Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uchilar. Ustoz Muhammad Yusufning Allohning go'zal ismlari nomli asrini diqqatingizga sunamiz. Yoqtirib anglag'aysizlar. Al-Vakil, homiy bo'lguchi. Hayotda nurg'un ishlarga kuchingiz yetmaydiganligini his qilyapsiz. Hayotlikning tahdidlariga yolg'iz taqobil turishdan ojiz kelyapsiz. Ahli avlod, pul mol, tan sog'ligi va jon qatorliq hayotlikdagi eng qimmatli boyliklaringizni, qo'yilgan omonatni hargiz zoya qilib o'tmaydigan kuchli va ishonchli bir zotning yonida omonat qo'yishni xohlamsiz. Undaqda siz Alloh taolaning Al-Vakil degan muborak ismiga bo'lgan imoningizni kuchaytiring. Bu ismning ma'nosini o'rganib, ko'nglingizni orom topqizing. Al-Vakil degan so'z vakolatan boshqaruvchi, vakolatchi, vakil degan ma'noni bildiradi. Alloh taolaning ismi bo'lgan Al-Vakil bandalarining ishlarini tasarruf qiluvchi, ularga homiy bo'lguchi, ularning rizqiga kepil bo'lguchi degan ma'noni bildiradi. Bu mundaq ikki turli bo'ladi. Biri umumyuzlik vakillik bo'lib, biri Alloh taolaning jonliq, jonsiz barcha mahluqotning ishlarini boshqarib turadiganligini bildiradi. Yana biri xos vakillik bo'lib, u Alloh taolaning yaqin bandalariga bo'lgan igdorchiligini, ularning ishlarini o'ng'aylashtirib beradiganligini bildiradi. Alloh taolaning Al-Vakil degan muborak ismi Qur'oni Karimda 14 o'rinda kelgan bo'lib, Allah sana yeterlik tayançtır. O hamma narsaga homiydir. Allah bizning so'zimizga guvohdir. Bizga Allah kifoya. Allah nima degan yaxshi homiy degan oyatlar buning jumlasidandir. İmam Buxoriy Ibn Abbas raziyallohu anhumadan rivoyat qilgan bir hadisda qo'shtirnoq ichida degan oyatni İbrahim alayhissalomning Namrud tarafidan o'tqa tashlanganda payg'ambar alayhissalomning shak shubhisizki kishilar sizlarga qarshi qo'shin to'pladi. Ulardan qo'rqinglar deyilganda o'qiganligini rivoyat qilgan. Alloh taolo cho'ng kichik barliq ishlarni topshirishga, har bir ishda tayinishga va ishonch qilib xotirjam bo'lishga tegishli yegona zotdir. Siz qandaqli bir ishning hal bo'lishini Alloh taolaga topshirgan bo'lsangiz, uningga chin ko'nglingizdan ishonch bog'lagan bo'lsangiz, u ishning hal bo'lishidan butunlay xotirjam bo'lsangiz bo'ladi. Chunki siz u ishni eng ishonchli, hammaga qodir biriga topshirgan bo'lsangiz, Alloh taolo o'zi to'g'riliq mundoq degan. U mashriqningmi, mag'ribningmi Rabbidir. Uningdan boshqa hech bir iloh yo'qdir. Barliq ishingni uningga topshirgin. Ya'ni din va dunyolik har qanday ishlaring uchun Alloh taoloni vakil qilib tutqin. Alloh taolo bu oyatda bizni: "Ey Alloh, bu ishimga seni vakil qildim. İşlerimni sana topshirdim. Ishimni o'zing hal qilib bergin" deyishga buyurdi. Qani o'ylab beqim. Yer yuzida Alloh taoladan boshqa hammaga kuchi yetadigan, xohlaganini qila oladigan, nimani xohlasa shuni hech bir to'sqinlikqa uchirmasdan amalga oshira oladigan birini topa olamsiz? Hargiz topolmaysiz. Chunki Alloh taoladan boshqa hech kim sizni Alloh taolodek qo'g'day olmaydi. Sizga Alloh taolodek yordam qila olmaydi. Siz o'zingizni, ahli avlodingizni, pul melingizni, tan sog'ligingizni va qimmatli har narsangizni Alloh taolaning himoya qilishiga topshirgan vaqtingizda nurg'unlagan oxiri uzilmas g'amlardan va andishlardan butunlay xotirjam bo'lgan bo'lasiz. Natijada tan sog'ligingizni, oromingizni va rohatingizni saqlab qolgan bo'lasiz. Ishlarni Allohga topshirish omonlikdir. Ya'ni Alloh taolaga tayinish va ishlarni uningga topshirish qalbning amallaridan bo'lib, qalbning amallari martaba va daraja jihatda badanning amallaridan albatta yuqoridir.
Ma'lumki qalbning amallari taqvolik, Alloh taoloni va payg'ambar alayhisalomni so'yish, Alloh taologa tayinish, tavakkul qilish qatorliqlardir. Badanning amallari tahorat ilish, namoz o'qish, haj va umra qilish, ota-onaning xizmatini qilish qatorliqlardir. Alloh taologa tayanganlik o'zini mislsiz kuchli qo'rg'on ichiga olganlik bo'lib, bu qo'rg'onning ichida bo'lganlar hayotning bo'ron chaqqullaridan, dunyoning xiyim xatarlaridan, dushmanlarning ili mikrlaridan qo'g'dinib qoladi. Qur'oni Karim sizga barliq ishingni uningga topshirgin, ya'ni o'zingni, qimmatlik har narsangni va hamma ishingni Allohga topshirgin. Allohni vakil tutqin deb buyurdi. Siz qalbingizdan Alloh taologa tayangan va ishlaringizni uning bir taraf qilishiga topshirganli ekansiz. Alloh taolo hargizmi sizni noumid qo'ymaydi. Hargizmi sizni tashlab etmaydi. Chunki Alloh taolo bizga "Manga tayininglar va ishlaringlarni manga topshiringlar" deb turib, qandaqmi bizga va ishlarimizga ega bo'lmasin, bundaq bo'lishi mumkin emas. Allohga topshirish deganlik jim o'ltirish deganlik emas. Navada sizga dunyoning podshohlaridan yoki rais jumhurlaridan biri ishingga meni vakil qilgin, uni menga topshirgin, men hal qilib berman, yoki faloni zolimdan ololmagan haqqingni menga topshirgin, men elib berman desa, siz bu va'dadan shaklanamsiz. Hargiz shaklanmaysiz. Olamlarning Rabbi, podshohlarning podshohi va hammaning egisi bo'lgan Alloh taolo sizga hech o'lmaydigan, mangu hayot turadigan Allohga tayangin. Ya'ni ishingni menga topshirgin, haqqingni elishga meni vakil qilgin desa, siz bu va'daga ishonmamsiz yoki buningdan shaklanamsiz. Navada biz ishlarimizni Alloh taologa topshirgandan keyinmi u ishlar ko'nglimizdagidek bo'lmagan bo'lsa, chatoq yanala o'zimizda bo'lgan bo'ladi. Chunki Alloh taologa tayinish deganlik bo'lsa bo'lar, bo'lmasimi mayli degan ma'noda to'liq ishonch bo'lmagan holda qilgan tavakkul natija bermaydi. Payg'ambar alayhisalom buni ifodalab mundoq degan: agar sizlar Allohga haqiqiy tayansanglar, tavakkul qilsanglar, Allah sizlarni uchar qanotlarni rizqlantirgandek rizqlantiradi. Uchar qanotlar atdiganda osh qo'saq chiqib ketib, kechda to'q qaytib keladi. Bu hadis bizga tavakkullikning qandoq bo'ladiganligini o'rgatgan bo'lib, sabab qilmasdan tavakkul qilishning hech narsaga foydasi yo'q ekanligini va tavakkul qilgandimi eg'izning uchida yoki to'liq ishonch qilmagan holda qilingan tavakkullikning natija bermaydiganligini ifodalaydi. Chunki bu hadisning uchar qanotlar atdiganda osh qo'rsoq chiqib ketib, kechda to'q qaytib keladi degan qismi uchar qanotlarning ujmi pish, og'zimga tush deb uvusida rizq kutib yotmaydiganligini va rizqini tepish uchun tong sahardala hayot mujodilasiga otlanadiganligini, bir kun kechgacha rizq yo'lida ishlaydiganligini ifodalaydi. To'limu ahamiyatli duo. Payg'ambar alayhisalom bizga buni duoni hamisha o'qishni o'rgatgan. Ey Alloh, seni yod qilishimga, sana shukr qilishimga va sana obdan bandichilik qilishimga yordam qilgin. Bu duoni o'qishni kundalik muhim ishlarimizning biriga aylantirib olishga tegishli. Chunki mubodo Alloh taolo sizga yordam qilmasa, yuqorqi amallarni qila olmaysiz. Alloh taolo sizga yordam qilmasa va madad bermasa, dunyo va oxiratda ziyon tortasiz. Alloma Ibn Qayyim Javzi mundoq degan: Shayxul Islom Ibn Taymiyya deganki, eng foydali duo Allohning roziligiga erishishimizga yordam qilishini tilashdir. Men bu duoni Fatiha surasidagi sonli ibodat qilamiz va sendilli yordam tilaymiz degan oyat topdim. U yana mundoq deydi:
qalb riyo bilan kibrdan iborat ikki xil kasalga giribtor bo'ladi. Agar vaqtida davolanmasa qalb o'ladi. Riyoning shifosi songli ibodat qilamiz degan oyat. Kibrning shifosi sendilli yordam tilaymiz degan oyatdir. Shayxul Islom Ibn Taymiya qo'shtirnoq ichida degan oyat riyoni qo'shtirnoq ichida degan oyat kibrni dafi qiladi degan so'zni nihoyat ko'p aytdi. Ishlarni Allohga topshirish ibodatdir. Alloh taologa duo qilish, uningdan hojatlarimizni tilash ibodat bo'lib, ibodat bo'lgandimi eng samimiy va eng ixlosli ibodatdir. Chunki ibodat qilishdan bo'lgan asosliq maqsad Alloh taoloning oldida o'zimizning ojizligini va hojatmand ekanligini izhor va ifoda qilishdir. Bu maqsad duoda eng obrazli ifodasini topadi. Alloh taolo sizning uningga har doim iltijo qilishingizni yaxshi ko'rdi va sizdan shuni talab qiladi. Alloh taolo bizga "Menga duo qilinglar, duoyinglarni ijobat qilaman" deb buyurgan. Ondan shaksizki mening ibodatimdan cho'ngchilik qilib bosh tortadiganlar har holda jahannamga kirdi deb ogohlantirgan. Mufassirlar oyatdagi ibodatdan duo maqsad qilinadiganligini bayon qiladi. Demak, Alloh taolo o'ziga duo qilib hojatlarini tilagan bandalarini yaxshi ko'rdi. Ularga ibodat qilganning savobini berdi. Duo qilib hojatlarini tilashdan o'zini behojat hisoblaydiganlarni yomon ko'rdi. Undaqda siz o'zingizning ojizligini va Alloh taologa muhtoj ekanligingizni izhor qilgan holda barliq hojatlaringizni Alloh taologa suning. Chunki sizning barliq arzu armonlaringiz Alloh taolo bilan ro'yobga chiqadi. Barcha hojatlaringiz Alloh taolo bilan hal bo'ladi. Har qanday qo'rqinchingiz Alloh taolo bilan omonlikka aylanadi. Alloh taologa tayinish hayotning oksigenidir. Sog'lik, kasallik, boylik, nomrodlik, xo'shallik, g'amkinlik, torlik, ozodichilik va hokazo. Har qanday ahvolda Alloh taoloni unutmang. Hamma ahvolda uningga tayining. Chunki Alloh taologa tayinish hayotning oksigenidir. Navoda Alloh taolo ko'zingizni yumilishdan to'sib qo'ysa, qurg'oqlashish sababli og'rib ketadi. Agar tilingizni tetishdan mahrum qilsa, hayotning lazzati yo'qoladi. Agar yuragingizni so'qishdan to'xtatib qo'ysa, hayotingiz oxirlashadi. Shunga siz Alloh taoloni bir lahzami unutmang. Sog'ligingizni Allohga topshiring. Yuragingizning so'qishini, tomirlaringizda qonning aylanishini, yegan ishkallaringizning badaningiz ichida to'sqinsiz yo'tkilib turishini, a'zolaringizning harakat qilib turishini Alloh taologa topshiring va bu ishlarning Alloh taoloning ilkida ekanligini hargiz asdan chiqarmang. Alloh taolo menga kifoyadir deng. Ba'zi kishilar sizning ruhingizni tushirish, hissiyotingiz bilan o'ynashish, ishonchingizni ojizlatish uchun bo'lmug'ur xabarlarni elib keladi. Sizni tex kelmagan kelajakdan qo'rqitadi. Siz shunday ahvollarga duch kelganda chin ko'nglingizdan "Menga Alloh kifoya, Alloh nima degan yaxshi homiy" deng. Shu chaqda Alloh taolaning fazli va rahmati sizni qo'rshaydi. Ziyon zahmat sizdan jiroqlashadi. Xohlasangiz buni oyatni o'qib tafakkur qiling. Ular shunday zotlarki, bir qism kishilar ularga shak shubhisizki kishilar sizlarga qarshi qo'shin to'pladi. Ulardan qo'rqinglar deganda bu so'z ularning iymonini kuchaytirdi. Ular bizga Alloh kifoya, Alloh nima degan yaxshi homiy dedi. Shuning bilan ular Allohning ne'mati va fazli bilan Badr g'azotida hech qanday ziyon zahmatga uchramay qaytib keldi. Ular Allohning roziligini izladi. Alloh katta fazl egisidir. Qayl qilarlik sabab. Nima uchun Alloh taologa tayinish kifoya qiladi? Buning sababini bilamsiz. Buning sababi shuki,
Allah Taala osmon, zimin va ularning orasidagi hamma narsaning egisidir. Osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi Allohningdir. Hamma ishni boshqarishga Allah yetarlikdir. Siz qo'rqadigan ishlar Allah Taolaning ilkida emasmi? Siz qutulib bo'lolmagan kasal Allah Taolaning boshqarishida emasmi? Undaqda siz hamma ishingizni Allah Taolaga topshiring. Qo'rqinishlardan va og'riqlardan xalos bo'lishni Allohdan tilang. Yetarlik sabablarni qilish bilan birga Allah Taolaga ishonch qiling. Allah Taala hammaga qodir emasmi? Albatta shunday. Allah hamma narsani yaratuvchidir. Hamma narsaga homiydir. Bir soliha ayol yolg'iz o'g'lini chet elga o'qishga avatmoqchi bo'ladi. Ammo chet ellarda yomon muhit va yomon do'stlar sababli ba'zi yoshlarning dinimizning aqidasidan va axloqidan yiroqlashib, zoya bo'lib ketganligini anglab qattiq ansiraydi. Avatay desa, o'g'lining zoya bo'lib ketishidan qo'rqadi. Avatmay desa, o'g'li ching turib oladi. Ham ba'zi ishlar uni o'g'lini chet elga avatishga majbur qiladi. Ayol ko'p o'ylab, oxiri avatish qaroriga keladi. Ey Alloh, o'g'limni sana topshirdim. Uningga seni vakil qildim. Sen uningga homiy bo'lgin deb qattiq duo qilib, uni Alloh taolaning himoyasiga topshirdi. Shu kundan e'tiboran namozining bir qismini o'g'liga duo qilishga ataydigan bo'ladi. Atdigan oqshomlari Alloh taolaga duo qilib, o'g'lini qo'g'dishini tilaydi. Oxir o'g'li o'qishni natijalik tugutish bilan birga 5 vaqt namozga masjiddan chiqolmaydigan, saharlari tahajjud o'qishni tark etmaydigan, onasiga burunqidanmi bakrak ko'yinadigan bo'lib qaytadi. Ya'ni o'g'il onasining duosi va Alloh taolaning himoyasi ostida burunqidanmi dindor bo'lib qaytadi. Qandoqmi shundoq bo'lmasin, ayol o'g'lini olamlarning Rabbi va hammaning egisi bo'lgan qudratlik Alloh taolaga omonat qilgan va kech kunduz uningga yalurib duo qilgan tursa, Alloh taolo qo'yilgan omonatni hargiz zoya qilib etmaydigan zot tursa, ayolning tiliki qandoqmi ijobat bo'lmasin, siz jiroqdagi farzandlaringizni va zoya bo'lib ketishidan ansiraydigan har qanday narsangizni Alloh taolaga omonat qiling. Uning himoyasiga topshiring. Chin ko'nglingizdan uningga ishonch qiling. Allohga tayongin. Allah sana yetarlik tayanchdir. Alloh taoladanmi yaxshi va uningdanmi ishonchlik tayanch bormi? Mikrofon oldida Qaraxon.